Qoraqalpog'istonda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida MAN yuk avtomobilida chaqnash sodir bo'ldi. Bu haqda Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 21-mart kuni soat 13:50 atrofida To'rtko'l tumani Guliston mahallasi hududida ustaxonada MAN yuk avtomobilining yoqilg'i baki payvandlash ishlari olib borilishi oqibatida chaqnash sodir bo'lgan. Hodisa tufayli MAN yuk avtomobili, Ford rusumli avtomobillar to'liq, DAF rusumli avtomobilning orqa shinalari qisman zararlangan. Qo'shimcha qilinishicha, oqibatda To'rtko'l tumanida yashovchi 1998-yil va 1980-yilda tug'ilgan fuqarolar tan jarohat olib tuman tibbiy birlashmasiga yotqizilgan. Hozirda ushbu voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.